Bobur aka, bu operatsiyani og'izdan boshqa joydan material olib qilishni iloji yo'qmi? Juda ham qo'rqinchli tuyulyapti odam uchun. Vahima qilasiz. Buni vahima qilmang. To'g'ri, uretra strukturasini turlariga qarab, ya'ni strukturani razmeriga hamda joylashgan joyiga qarab turib, turli xil operatsiya metodlari bor. Og'izdan lunjdan material olib qo'yilmaydigan operatsiyalar bor. Lekin sizning holatingizda og'izdan lunjdan material olib qo'yish eng yaxshi tanlov hisoblanadi. Bu og'izdan lunjdan material olib qo'yish bugun erta qilinayotgan narsa emas. Bu bir necha yillar davomida butun dunyo bo'yicha tekshirilib, tajriba qilinib, aniq xulosa qilingandan keyin hamda statistikada eng yaxshi usul bo'lganligi uchun yo'lga qo'yilgan. Chunki og'izdan lunjdan material olinganda, og'izdagi lunchdagi material hech qanaqa tuk chiqmaydi hamda doimiy namda turadi. Shuning uchun uretrani shilliq qavatiga mos keladi. Shunga sizdagi qilinadigan operatsiya usuliga og'izdan lunjdan material olib qo'yish yaxshi tanlov. Og'izga keladigan bo'lsak, og'izdan olingandan keyin, material olingandan keyin 1 hafta, 2 hafta davomida o'zini avvalgi holatiga kelib ketadi. Bundan xijolat bo'lishingiz shart emas.